Mustaqillikning ilk yillaridan boshlab yurtimizda tibbiyot sohasini rivojlantirish, aholiga sifatli va zamonaviy tibbiy xizmat ko'rsatishga qaratilgan keng ko'lamli islohotlar bosqichma-bosqich amalga oshirib kelinmoqda. So'nggi yillarda bu jarayon yangi bosqichga ko'tarilib, muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev rahbarligida sohada tizimli, ilmiy asoslangan va inson manfaatlariga yo'naltirilgan o'zgarishlar joriy etilmoqda. Xususan 2017-yil 16-martdagi shoshilinch tibbiy yordamni yanada takomillashtirish ilmiy chora-tadbirlari to'g'risidagi farmon va 2017-yil 20-iyundagi O'zbekiston Respublikasi aholisiga 2017-2021 yillarda ixtisoslashtirilgan tibbiy yordam ko'rsatishni yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaror sohadagi tub o'zgarishlarning huquqiy poydevoriga aylandi. Bu hujjatlar aholiga sifatli, ommaviy va barcha uchun yetarli tibbiy xizmatlarni tashkil etishni maqsad qilib qo'ydi. Bu borada Jizzax viloyatida faoliyat ko'rsatayotgan Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi viloyat filiali faoliyati alohida e'tirofga loyiq. 2000-yilda tashkil etilgan ushbu muassasa 220 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, u hozirgi kunda 12 ta klinik bo'lim va 24 ta reanimatsion o'rinlar bilan aholiga xizmat ko'rsatib kelmoqda. Shifoxonada 127 nafar shifokor, ulardan biri fan nomzodi, 517 nafar hamshira hamda 266 nafar o'rta tibbiyot xodimi faoliyat yuritib kelmoqda. Ushbu jamoa 2023-yil davomida 16802 nafar bemorga ixtisoslashtirilgan shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatdi. Ularning 5661 nafarga operatsiya amaliyoti o'tkazilgan bo'lib, shundan 2471 nafari yuqori texnologiyali jarrohlik usullariga taalluqlidir. 2024-yil oktyabr oyida markazda angiografiya bo'limi faoliyati yo'lga qo'yildi. Bu esa yurak, qon tomir kasalliklari, oyoqlarda qon aylanishini buzilishi kabi holatlarda yuqori texnologik kominvaziv amaliyotlarni amalga oshirish imkonini yaratadi. Ko'rilayotgan choralar tufayli 200 dan ortiq yurak va oyoq qon tomirlari bilan bog'liq operatsiyalar muvaffaqiyatli bajarildi. Joriy yilda markazda keng ko'lamli rekonstruksiya ishlari yakunlanishi rejalashtirilgan. Binolarni zamonaviy talablarga mos holda yangilash, tibbiy uskunalarni yangilash hamda bemorlar bilan xodimlar uchun qulay muhit yaratish asosiy maqsadlardan biri hisoblanadi. Respublika shoshilinch tez yordam ilmiy markazi Jizzax filiali 220 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, uning asosiy maqsadi xalqimizga tez va sifatli, malakali shoshilinch yordam ko'rsatishdan iborat. Hozirgi kunda shu mukammal shu tizimda olib borish uchun triaj sistemasi tashkil qilingan bo'lib, bu triaj sistemasida bemorlarga tez va malakali yordam ko'rsatiladi. Markazimizda mana yaqinda prezidentimizda o'tkazgan video selektorlari yuzasidan zarur 90 kunlik e'lon qilingan va shu bo'yicha markazimizda bir qancha ishlar amalga oshirildi. Jumladan ona va bola uchun, shuningdek nogironlar uchun qulayliklar, bundan tashqari homilador va nogironlar uchun alohida joylar tashkil qilingan. Bundan tashqari markazimizda yaqinda ochilgan, hali faoliyatiga uncha ko'p bo'lgani yo'q, angiografiya bo'limi ochilgan bo'lib, bu angiografiya muolajalarini olib borish natijasida xalqimizni boshqa markazlarga, Toshkentdagi ba'zi klinika, markaziy katta klinikalarga borishi kamaydi. Sababi shu o'zimizda shu muolajalar to'liq hajmda olib borilyapti.